Assalomu alaykum, men ismim Aslijon. Men 3 yildan ortiq Ayken IT Group kompaniyasida faoliyat yuritaman. 1 yildan oshdi. Texnik departament rahbari bo'lganimga shu yillar davomida biz ancha yutuqlarga erishdik. Ayken IT Group 2020-yilda tashkil topgan. Asosiy yo'nalishimiz bu avtomatizatsiya, ya'ni bizneslarni to'liq avtomatizatsiya bilan ta'minlash. Ayken nomi o'zi ingliz tilidan olingan bo'linib turibdi. Men qila olaman degani. Buni asosiy maqsadi IT sferada men qila olaman, ya'ni biz qila olamiz. O'zi weekend qilsa ham bo'ladi, yo'q, Ayken imенно, ya'ni programma qila oladi. Shu ma'noni anglatadi. Ya'ni hozirgi kunda juda ko'p narsalar bor, lekin ko'pchilik qila olmaydi. Biz shu narsani qila olamiz deb asosiy maqsad ko'rsatish uchun qilishgan. Ya'ni biznes yo'nalishida ba'zi narsalarni qila olamiz va biz bunga erisha olamiz degan maqsadda qilingan. Ayken Finance asosan nasihat tizimini shakllantirish, ya'ni nasihat tizimi degani ko'pchilik imенно yo'nalish tushunadi. Nasihat tizimini qurmoqchi bo'lganmiz, ya'ni uni to'liq shakllantirish. Ko'pchilikda nasihat tizimi bor, lekin u to'liq shakllanmagan, qanaqadir etapdan keyin tugab qoladi yoki umuman to'g'ri shakllantirilmagan. Biz instrument beramiz, ishlatishni o'rgatamiz, ya'ni nasihat tizimini qanday shakllantirish, ya'ni birinchi qadamdan oxirgi qadamgacha. Bu asosiy ehtiyoj ham xuddi shunday, ya'ni mijozlarda ko'pincha tizimni yaxshi qura olmaslik muammolari ko'p. Hamma narsasi bor, budjet bor, xodim bor, lekin ularda nasiyani qanday boshlash haqida asosiy tushunchalar yo'q. Biz dastur bilan birgalikda ularga ko'nikmalar ham beramiz, ya'ni tizimni qanday boshlash kerak. Ayken biznes ham xuddi shu narsa uchun tashkil qilingan, ya'ni bozorni talabiga qarab. Ayken Financening yo'nalishlari ko'p, ya'ni xizmat ko'rsatish bo'yicha. Ulardan birinchisi bu sizni hisobotingizni olib yurish, ikkinchisi avtoto'lovlar, uchinchisi bu scoring, ya'ni mijozni tekshirish imkoniyati, qora ro'yxat, ya'ni mijozni yomon to'lovchi ekanligini doim olib yurish. Misol uchun qisqacha tushuntirib ketaman. Misol uchun men to'lay olmadim, ya'ni vaqtida to'lamadim, 3 oylik, 4 oylik meni qarzdorligim mavjud. Ikkinchi safar shu klientga siz qayta savdo qilib qo'ymasligingiz uchun bu mijozlarni filtr qilinadi. Ya'ni bu yomon to'lovchi, ikkinchi safar qaytib berib qo'yma degan maqsadda bizda qora ro'yxat bo'limi tashkil etilgan. Bundan tashqari yo'nalishlar bo'yicha telefonlarni bloklash imkoniyatini bera olamiz. Xodimlarning nazoratini ham biz bemalol qilib bera olamiz. Undiruvchilar uchun alohida bo'limlarimiz ham mavjud. Aykenda hamma yo'nalish bor, ya'ni biz tanlamaymiz, yo'nalish, tabaqa bu narsa tanlamaymiz. Nasihat tizimi bor har qanday biznesga biz dasturimiz to'g'ri keladi. Ya'ni bo'lib to'lash xizmati desa ham bo'laveradi. Ya'ni bizda qaysi yo'nalishlar bor? Bog'cha maktablar ham bor, institut ham bor, bitovoy texnika, ya'ni maishiy texnika do'konlari bor, telefon do'konlari bor, bundan tashqari qurilish materiallari do'konlari ham bor, kiyim-kechak ham bor. Yaqinda bizda qo'shilishgan oziq-ovqat do'konlarini ham bo'lib berish, ya'ni umumiy qilib aytganda, kim bo'lib to'lash xizmatidan foydalansa, ya'ni o'zida bo'lib to'lash xizmati mavjud do'konlarga biz bemalol to'g'ri kelamiz. Hozirgi kunda 1,5 mingtadan ortiq turli yo'nalishdagi mijozlarimiz bor. O'sha hozirgi sanab o'tgan hamma mijozlarimizdan mavjud. Ular bilan ishlash davomiyligi, buni to'liqroq aytib o'tib ketaman. Birinchi munosabatimiz haqida aytib o'tib ketay. Munosabatimiz juda ham yaxshi. Ya'ni o'zimdan kelib chiqqan holatda eng muhimi bu servis deb hisoblayman. Ya'ni bizda konkurentlarimiz ko'p, raqobatdoshlarimiz, hammasi zo'r, lekin birinchi o'rinda bu servis hisoblanadi. Ya'ni ular bilan ishlash davomiyligi, ular bilan munosabat bu birinchi o'rinda turadi. Bizda imенно bu servis, ya'ni mijozlar bilan munosabat birinchi o'rinda turadi. Ulardan doim xabar olish, ularning fikrini inobatga olish eng muhimi. Ya'ni bizda ko'pchilik ko'pincha taklif beradi. Ya'ni ularda nimadir yetishmayaptimi, shu narsani qilib bera olasizlarmi? Biz ikki xil javob beramiz. Agar imkoni bo'lsa qilib beramiz. Imkoni yo'q bo'lsa biz boshqacharoq taklif, ya'ni boshqacharoq yondashib shunaqa taklif beramiz. Ya'ni menga mana bunaqa narsa kerak, biz atvet qilamiz. Yo'q, buni imkoniyati yo'q. Mana bu sabablarga ko'ra keling biz sizga mana bunaqa решение qilib bersak, siz aytib turgan hamma narsangizga to'g'ri keladi deb ko'pincha biz shunaqa ma'lumot beramiz. Endi ishlash davomiyligi, shunaqa klientlarimiz bor, 4 yildan beri, 3 yildan beri ishlab kelayotgan turgan klientlarimiz bor. Ba'zi klientlar bor, 1 yildan keyin ba'zi sabablarga ko'ra yopilib ketib turgan do'konlar ham bor. Endi o'rtacha adashmasam bir 2 yildan oshiq hisoblansa kerak bitta mijoz bilan ishlash davomiyligi.
sanab olay. Bu endi asosiy o'zi aytgan jamoasi, ya'ni o'zim rahbar bo'lganim uchun bu jamoa birinchi o'rinda deb hisoblayman. Jamoamiz shu 30 tadan ziyod xodimlarimiz bor. Hammasi yosh. Bizda hali chegara yo'q, qanaqadir katta yoshliklar olinmaydi. Hammasi o'zimiz tengqur yosh bolalar. Kuchli bolalar yig'ilgan, ya'ni komandani kuchliligi bu sifatda belgilab beradi. Ya'ni bizda hamma biznes egalari ular telefonda gaplashganda sirazi biladi xodimni urib-yerini, ya'ni u qanaqa darajada biladi. Shuning uchun biz asosan kuchli xodimlarni yig'ganmiz. IT komandamiz ham eng oldilar, ya'ni O'zbekiston bo'yicha eng yaxshi programmistlarni yig'ganmiz, xususan men. Biz undan tashqari kompaniyani asosi shakllantirishga shu rahbar sababchi bo'ladi o'zi. Rahbari yaxshi bo'lgani uchun biz komanda ham hamma дружный, ya'ni bir bilan do'stlik aloqalari zo'r, yoshdan qat'iy nazar. Bundan tashqari onlayn ishchilarimiz ham bor. Ular doim nima deydi? Gibridni deydi-yu, ular xohlagan paytga ko'pincha kelishadi, biz bilan gaplashish, narsalarni hal qilish uchun ko'proq offlayn ham kelib turishadi. Raqobatchilarimiz bor, uni yashirmaymiz, ya'ni ularning hammasi kuchli. Raqobat bor joyda o'sish bo'ladi, ya'ni odam o'zi qolib ketsa o'smaydi, to'xtab qoladi, ya'ni men o'zi bo'ldim, yuqorisiga yetib bordim deb, raqobatchilar bo'lgani u yaxshi o'sishga undab turadi doimiy. Endi umumiy farqda hammasini farqi bor, ya'ni bizda bor narsa kimdadir yo'q, kimdadir borsa unda yo'q, shunaqa. Lekin ko'pincha men e'tibor beraman, ya'ni immuniy texnik bo'lib rahbar bo'lganim uchun. Servis bu birinchi o'rinda, ya'ni bizni ajratib turgan jihatimiz bu servisda. Ya'ni bizda asosiy shu narsa ta'minlanadi, bitta klient tomonidan, ya'ni mijoz tomonidan qanaqadir savol bo'lib qolsa yoki nimadir so'rab qolsa, maksimalli hal qilishga harakat qilamiz. Ya'ni bizda qanaqadir srok yo'q, ya'ni har bir so'rov 30 kun ish kunida ko'rib chiqiladi yoki bir hafta ish kunida ko'rib chiqiladi degan talab yo'q. Biz iloji boricha mijozlarning ishini tezroq hal qilib berishga harakat qilamiz. Shu bilan men ajratib turaman. O'rinli savol bo'ldi. Chunki bu ko'p berilgan savollardan, sababi mijozlar keladi, ular holatini tushuntiradi ko'proq. Bu yaxshi holat, ya'ni ular qanaqa darajadaligini bilmay turib, biz ularga nimadir taklif bera olmaymiz. Bu qiyin hisoblanadi. Shuning uchun biz asosiy sotuvchilar va menejerlar so'rashadi doim. Aka, siz o'zi qanaqa holat, siz qanaqa darajada turibsiz, qanaqa qurilgansiz nasiyangiz. Ya'ni ko'pchilik, misol uchun, immunni hozir nasiyasi mavjud, ya'ni 2 yil, 3 yil yoki 10 yildan beri nasiya bilan ishlayib turganlarni biz ishlashimiz qiyinroq bo'ladi. Sababi ular agar noto'g'ri, fundament noto'g'ri qurilgan bo'lsa, uni to'g'irlash qiyin. Ya'ni bizning o'zimiz talablarimiz borda. Qarzdorlik ko'payib ketishining sababi bu fundament noto'g'ri qurilganlikka olib keladi. Ya'ni meni xodimlarim bor, 10 tacha xodimim bor. Ular xohlagancha, ya'ni ishdan kelgan odamga, misol uchun bularga ham bersa, bular mashinalik emasligini bilmaydi-yu odam. Shuning uchun biz instrument beramiz. Ya'ni yangi boshlayib turganga biz o't uyda o'rgatamiz. Aka, mana bunaqa qiling, kelajakda sizga foyda beradi. Siz 10 taga bermang, bittaga bering, lekin pulus qaytsin. Duch kelgan 100 taga beraveramiz, chunki 100 taga bittasi 1 milliard pulus chiqarib olsa, u qaytmasligi ham mumkin-da. Songa emas. Da, xuddi shunaqa sifatga ishlash kerak, Otabek ham bilsa. Kelajak uchun plan bu asosiy uylanmoqchiman. Ya, asosiy planimiz ko'p, ya'ni bu ham immuniy talabdan kelib chiqib, ya'ni bizda hammasi, ya'ni tadbirkorlar bo'lgani uchun ularning og'riqli joylari ko'p. Biz endi o'rganib bilyapmiz, ya'ni ularda hozircha ombor yetishmayapti. Ombor tizimi ko'p, lekin u dunyo standartiga moslashganligi uchun O'zbekistonda ba'zi bir tiplariga to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun biz O'zbekistonga moslashgan yangi ombor tizimini ishlab chiqamiz. Xudo xolasa 1 oy, 2 oyda tayyor bo'ladi. Hozir ham tayyor, lekin xom mahsulotni bergimiz kelmaydi bizni. Biz o'zimiz test qilamiz. Ba'zi bir mijozlarga demo versiya beradimi, ular test qilib ko'rishadi, yetishmovchilik narsalarni yozib berishadi, biz ularni qilib tayyor versiyani keyin sotuvga chiqaramiz. Undan tashqari HR tizimi, ya'ni xodimlarning keldi-ketisi, ularning oyligining hisoblanishi, kerak bo'lsa LinkedIn yoki Headhunterlar bilan integratsiya, ya'ni ishlash osonroq bo'lishi uchun, bu ham o'sha boshida aytganimdek, hamma programma bitta joyda bo'lishi uchun. Ya'ni siz Headhunterga kirasiz, u yoqdan nimanidir olib turib, bu yoqqa, keyin Telegramdan jo'natish shart emas. Hammasi bitta joyda bo'lishi uchun. Undan keyin CRM sistema, ya'ni operatorlar bilan ishlash osonroq bo'lishi uchun bizda hozir mavjud, ya'ni qisman mavjud. Bizda telefoniya bor. Ularni birlashtirib endi CRM sistema, ya'ni operatorlar ham immuniy ICAN'ning ichida ishlasin. Undan tashqari internet magazin, ICAN'da mobilniy versiyalari, xudo xolasa planlar ko'p. Bu hamma aytganim maksimal keyingi yil shu kungacha tayyor bo'ladi.
asosiy biz mijozlarga beradigan tavsiyam kamchilikdan qo'rqish kerak emas. Ya'ni siz nimadir yetishmayaptimi, bu uyat emas. Men shunaqa hisoblayman shaxsan o'zim. Klientlarimiz 1,5 mingta bo'lsa, hammasi meni taniydi. Ya'ni imminni texnika bo'yicha, ya'ni ko'p biz tavsiyalar berganmiz. Imminni dastur bo'yicha emas, ko'pincha ularni biznesini to'g'irlash. Mijozlarga tavsiya berardim, qo'rqmasdan nomer qoldiringlar yoki telefon qilinglar, qanaqadir nimadir tushunmasalar biz bemalol yordam beramiz, doim tayyormiz. Chunki sizlar uchun ishlayapmiz. Hamkorlar shunday ishlash kerak o'zi aslida. Ya'ni bir-biridan narsa yashirish bu menimcha o'sishga olib kelmaydi. Shuning uchun bemalol bizga bog'laninglar. Qo'limizdan kelgancha biznes bo'yicha ham, dastur bo'yicha ham bemalol yordam bera olamiz. I can forever.